Oqil inson har kuni o'ziga shu savolni berish kerak. Mana shu qilayotgan ishim oxiratimga foydasi bormi, yo'qmi? Aytinglar-da, menga kerakmi shu narsa? Oqil odam o'ziga shu savolni bersin. Shu qilayotgan ishim, gapirayotgan gapim menga kerakmi, kerak emasmi? 2 kun umringiz qolsa nima qilasiz? Haqlarni berasiz, qarzlar to'laysiz. Kimni xafa qilgan bo'lsangiz, yurib borib nima qilasiz? Soatga qarab turib uxlamaysiz ham darja. Chunki qancha qoldi? 48 soat qoldi bor yo'g'i. Ana shu paytda qilasiz eng kerak narsani. O'sha paytda qilgan ishingiz eng to'g'ri ish bo'ladi. O'sha paytda gapirgan gapingiz eng kerak gap bo'ladi. Ungacha muammo nimada? Bizga qancha qolganligini bir aytmaydi bizga. Oqil odam o'ziga shu savolni berish kerak. Menga oxiratimga shu narsa kerakmi yoki yo'qmi?